O sal tezroq bo'la qolgan. Hozir ketmoqchi. Ozib yozib sen bilan bir aylanishga chiqib, ovqatlanib qaytamiz er-xotin desam, bezdirib yubording 2 soat bo'yanaverib. Hozir chiqaman. Bo'laqa hali yo'ldan oyimni ham olishimiz kerak. Voy. Bugun o'zimiz aylanmaymizmi? Ovqatlar yeb, bunda romantikalar qilib kelmaymizmi? Esim qursin. Alla baram. Rostdan er-xotin o'zimiz aylanib kelishimiz kerak. Yaxshi ham borsam-da. Kel bitta seni duo qilay. Doim xatolarimni to'g'rilab turasan-ku. Ilohim amin. Ilohim farzandlarim menga o'xshagan bo'lsin. Kelinlaring senga o'xshagan bo'lsin. Allohu akbar. Mana onammi vaqtlari yo'q ekan. Boya gaplashuvdim. Lekin aka xotin bola chaqasini olib chet elga safarga ketgan. Bechora onangni o'zi to'rtta devor ichida zerikib o'tirmasin deb turib, "Sana onangni olib olamizmi?" degandim. To'g'ri aytasan. Er-xotin o'zimiz mazza qilib aylanib qaytganimiz yaxshi ekan.